Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'tgan ummatlar haqida so'z yutar ekan, payg'ambarlar tarixi, payg'ambarlar qissasini siz bilan bizga hikoya qiladi. U payg'ambarlarning hayotidan, ularning tarixidan, qissalaridan gapirishidan maqsad musulmonlarga ibrat namuna bo'lishligi. Anbiyolarning hayoti siz bilan bizga namuna, dars, ibrat. Anbiyo va rasullarni Alloh taolo Qur'onda 25 tasini ismini zikr qildi. Ularning ba'zilarini hayotlarini mufassal bayon qildi, ba'zilarini muxtasar, qisqa bayon qildi. Ularning ba'zilari uzoq umr ko'rdi, ba'zilari oz umr ko'rdi. Ularning ba'zilari boy, ba'zilari kambag'al bo'ldi. Ba'zilarining oilalari to'liqligicha iymonda bo'ldi, ba'zilarining ayollari yoki farzandlari kofir holda o'tdi. Ular serfarzandlari bo'ldi va umuman uylanmaganlari bo'ldi. Payg'ambarlarning ichida Iso alayhissalom uylanmadi, oila qilmadi, farzandli bo'lmadi. Ularning ichida Ayyub alayhissalom sabr bobida hamda boylarga ibrat bo'ladigan bir hayotni yashab o'tdi. Bugun siz bilan o'qiydigan payg'ambarning tarixi Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom haqida. Sulaymon alayhissalom duo qildi. Qala Robbi ighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dedi. Parvardigorim, o'zing meni mag'firat qilgin. O'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin birortasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulk va davlat hadya etgin. Zero yolg'iz sening o'zinggina barcha yaxshiliklarni hadya etguvchisan. Qaytaramiz. Menga o'zimdan keyin birontasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulk va davlat hadya etgin. Sulaymon alayhisalomga Alloh taolo bergan mulk, podshohlik Sulaymon alayhisalomdan avval ham hech kimga berilmagan va keyin ham hech kimga berilmaydi. Yer yuzida Sulaymon alayhisalomdek podshoh bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. U kishiga berilgan mulk nima edi? Juda katta qissa, lekin asosiy u kishiga berilgan narsalar haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo u kishiga qushlar va boshqa jonivorlarni tilini bilishlik ilmini bergan edi. Qushlarni va hayvonlarni tilini bilardi. Va utina min kulli shay, ullimna mantiqat toyir. Bizga qushlarning mantiqi, lug'ati o'rgatilindi va juda ko'p ilm berildi dedi. Qaysi zamonamizda qaysi bir odam mana shu ilm bilan faxrlana oladi? Qushlarning tilini bilishlik yoki bir jonivorlarning tilini bilishlik. Bitta shu fazilatni o'zi Sulaymon alayhisalomga boshqa podshohlik mulki berilmaganda ham shu fazilati bilan butun insoniyatdan ustun bo'lardi. Demak, u kishiga qushlar va jonivorlar, hayvonlarning tilini bilishlik ilmi berildi. Ikkinchidan, Sulaymon alayhisalomga avval ham, keyin ham hech kimga berilmaydigan narsa berildi. Bu jinlarning ustida hukmronlik. Va shayatina kull banna'in va g'awwas va akharina muqarranina fil asfad. Yana barcha baland qasrlarni bino qilguvchi va dengizlarning qa'ridan dur va gavharlarni olib chiquvchi g'avvos shaytonlarni, ya'ni jinlarni ham Sulaymonga bo'ysundirib qo'ydik. Qaytarib aytamiz, jinlar ham odamlarning singari Alloh taoloning maxluqi, xos bir dunyo. Ularning ham musulmoni bor, kofiri bor, erkagi bor, ayoli bor. Ular ham ko'payadi, tug'iladi, yashaydi, o'ladi. Qiyomatda tirilib Alloh taoloning huzurida hisob-kitobga tutiladi. Biz dunyoda ko'rmayapmiz ularni. Ular bizni ko'radi. Endi qiyomatda buni teskarisi bo'ladi. Biz ularni ko'ramiz, ular bizni ko'rmaydi. Ular siz bilan bizga nozil bo'lgan Qur'on bo'yicha yashashlari kerak ular ham. Qiyomatda Qur'on bo'yicha hisob-kitob beradi. Yer yuzida qaysi podshohga jinlarning ustidan hukmronlik berilgan aytinglarchi? Yana qaytarib aytamiz. La yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Parvardigor, mendan keyin hech kimga berilmaydigan mulk ber dedi. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Jinlarni Alloh taolo bo'ysundirib qo'ydi.
Jinlar Sulaymon alayhisalomga itoat qilar ekan, Allohdan qo'rqib itoat qilishar edi. Jahannamga tushishlikdan qo'rqib itoat qilishar edi. Chunki Alloh taolo Sulaymon alayhisalomga ikkita jinni bir-biriga bog'lab qo'yib, azob berishlik qudratini, quvvatini bergan edi. Dunyoda Sulaymon alayhisalomga osiy bo'lgani uchun Sulaymon alayhisalom azoblasa, qiyomatda Alloh taolo jahannamni azoblardi. Kimga berilgan bunaqa mulk zamonida? Hech bir zamonda bo'lganmi bunday narsa? Sulaymon alayhisalomning itoatida quruvchi jinlar bo'lgan, dengizda ostidan duru gavharlarni olib chiqadigan jinlar bo'lgan, oshpaz jinlar bo'lgan. Sulaymon alayhisalomning qanaqa xizmati bo'lsa, jinlar qoyim bo'lgan. Mana aytdik, podshoh xususida dedik. Yer yuzi Sulaymon ibn Davud alayhissalomdek podshohni ko'rgan emas va ko'rmaydi ham. U kishiga bo'ysundirilgan narsalardan shamol. Jinlar haqida iborat o'qib qo'yamiz. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib va tamathil va jifanin kal jawab va qudurin rasiyat. Jinlar yana qanday xizmat qilishar edi? Ular Sulaymonga misdan u xohlagan narsalarni, ibodatxonalarni, haykallarni, hovuzlar kabi katta laganlarni va o'choqlarga o'xshagan vazmin qozonlarni qilib berurlar. U paytda ularning shariatida haykal yasashlik mumkin bo'lgan. Ya'ni hovuzdek keladigan laganlar, o'choqlarga o'rnashgan katta vazmin qozonlarni qurib berardi. Ey Davud xonadoni, Alloh sizlarga ato etgan bu ne'matlarning shukronasi uchun amal, ibodat qilinglar. Bandalarim orasida shukr qilguvchi juda ozdir. Alloh taolo shuncha ne'matni berib turib, jinlarni bo'ysundirib qo'yib, shamollarni bo'ysundirib qo'yib, ilm berib, hech kimga berilmagan mulkni berib turib, bitta narsani so'rayapti Alloh. Shukr qilib qo'y banda deyapti. Shukr qilib qo'y deyapti. Shukr nima edi? Berilgan ne'matni shukri shu ne'matni o'zini Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilishlikda. Ko'zni shukri haromdan tiyish, tilni shukri Allohning zikrida bo'lish haromdan tiyish, molni shukri molni Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilish. Yana Alloh taoloning karimligini ko'ring, shukr qilsang ko'paytirib beraman deyapti. Lekin Alloh taolo aytayapti, bandalarim orasida shukr qilguvchi zotlar juda ham oz. Shukr qilgan odam shikoyat qilmaydi. Demak, shikoyat qilmagan odam juda ham oz. Sulaymon alayhisalomga Alloh taolo shamollarni bo'ysundirib berdi. Mana sanaylik. Birinchisi nima bo'ldi? Qushlar va jonivorlarning tili bilishlik. Ikkinchisi jinlarni bo'ysundirib qo'yishligi. Uchinchidan shamollarni. Shamol bu hayot. Shamol bu rizq. Shamol bu baraka. Shamol bu balo. Shamol bu musibat. Vala ya'lamu junuda robbika illahu. Parvardigoringning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Ko'payib ketsa balo, ozayib ketsa yana balo, Alloh taolo berib qo'ygan miqdorda bo'lsa bu ne'mat. Shamol nima qilayotganligini ko'ryapmiz katta mamlakatlarda. Milliardlarga chiqimga solib qo'yapti. Mana shu shamollar Sulaymon alayhisalomga itoatda bo'lgan. Yo Alloh, bu qanaqa mulk? Bu qanaqa bir quvvat? Zamonada birorta bir odam ixtiyorida bo'lsa shu shamol nima qilardi ekan? Xohlagan joyga yomg'ir yog'dirib, xohlagan joyni qurg'oqchilik qiladi, xohlagan joyga bo'ronni jo'natib, vayron qilib, xohlagan joyni tinch qo'yadi. Kimga berildi bu mulk? Yer yuzida birovga beriladimi bu mulk? Lekin bu kishi Allohning quli ekanligi bilan faxrlangan, 52 yoshida o'lgan. Va sahharna lahu riha tajri bi amrihi ruhan haythu asab. Bas biz unga uning amri bilan u istagan tomonga mayin esaveradigan shamolni bo'yin sundirdik. Ya'ni bulut haydab keladigan shamollar mayin shamollar deyilsa, bulutda haydaydigan shamol Sulaymon alayhisalomning aytganini qilgan. Va li Sulaymana riha asifa tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha va kunna bi kulli shay'in alimin. Sulaymonga esa bo'ronli shamolni bo'yin sundirib, uning amri bilan biz muborak qilgan zaminga Shomga esadigan qilib qo'ydik. Biz barcha narsani bilguvchidirmiz.
mayin shamol ham Sulaymon alayhisalom xizmatida, qattiq esadigan bo'ron shamol ham Sulaymon alayhisalom ixtiyorida. Iso alayhisalom faqir bo'lgan. Hech narsa olmagan shu ustidagi yaxtagidan boshqa. U ham payg'ambar, Allohni yaxshi ko'rgan bandasi. Uni ham Alloh yaxshi ko'ryapti, puli yo'q bo'lsa ham. Sulaymon alayhisalomning mulki hech kimda yo'q. Alloh uni ham yaxshi ko'raveryapti. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rish, yomon ko'rishi qo'lidagi dunyosiga qaralmas ekan. Vali Sulaymana riha ghuduha shahrun va rawahuha shahr. Sulaymonga ertalab 1 oylik, kechki payt 1 oylik masofani bosib o'tadigan shamolni bo'yin sundirdik. Rivoyatlarda keladi, Sulaymon alayhisalom bir joyga urush qilgani qo'shini bilan bormoqchi bo'lsa, yog'ochdan iborat katta bir maydoni bo'lar ekan. Yog'ochlar xodalar birga baylangan, qo'shinni shunga chiqarar ekan, shamol ko'tarib olib borar ekanda, kerak joyga tushirib qo'yar ekan, jangni qilib, yengib, yana qaytarib yog'ochni ustiga tutsa, shamol qaytarib askarni olib kelib qo'yar ekan. Kimda bor bunaqa quvvat? Qani o'sha odam hozir? Robbisining huzurida vafot qilib ketdi. Yer yuzidagi podshohlar hammasi yig'ilganda ham Sulaymon alayhisalom mulki hech qachon mulki teng kelmaydi. U kishi ham bari o'tdi. U kishiga berilgan mo'jizalardan wasanna lahu aynal qitr. Uning uchun mis bulog'ini oqizib qo'ydik. Sulaymon alayhisalomga berilgan miza ajralib turadigan narsalardan bu suv o'rnida buloqdan mis oqib chiqaradi. Naqadar ulug' e'joz, buyuk mulk. Dunyodagi menman degan podshoh hech qachon bu narsani tasavvur ham qila olmaydi. Berilmaydi ham unga. Sulaymon alayhisalom hayotidan bir qancha bir voqealarni o'qiymiz, vaqtimiz yetganicha, hamda undan olinadigan bir ibratli nuqtalarga to'xtab o'tamiz. Birinchisi, Astagfiru billah va laqad atayna Davuda va Sulaymana ilma va qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Qasamki biz Davud va Sulaymonga yetuk bilim ato etdik va ular bizlarni ko'p mo'min bandalardan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamd va sano bo'lsin dedilar. Birinchi Alloh taolo bu ota-bola payg'ambarga bergan narsalarni sanayotganda ilmda aytadi. Birinchi o'rinda ilm. Akalar, ukalar, kim bo'lmaylik, kimlardan bo'lmaylik, farqi yo'q. Ilm birinchi o'rinda. Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligini biling. Dinimizda birinchi tushgan kalima, shariatimizda birinchi tushirilgan buyruq iqro, o'qib bo'ldi. Inson amal qilishdan burun yoki gapirishdan burun ilm o'qishligi kerak. Chunki ilm amalni ham tuzatadi, so'zni ham tuzatadi. Agar bir inson ilmni so'z va amaldan keyinga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, adashligida shubha yo'q. Ilm. Gapiradigan odam bilsa gapirsin. Amal qilayotgan odam bilib turib amal qilsin. Illo niyati to'g'ri bo'lsa ham xato qiladi. O'zi ham adashadi, boshqalarni ham adashtiradi. Va hushira li Sulaymana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum yuzaun. Sulaymonning amri bilan jin, ins va qushlardan bo'lgan lashkar to'planib, tizilgan hollarida turdilar. U kishiga berilgan mulkning yana biri mana shu zamonasida yashagan, u kishiga yaqin bo'lgan insonmidi, jinmidi, hayvonmidi, parrandamidi, darrandamidi, Sulaymon alayhisalomning askari edi. Shunaqa askar bo'lganmi yer yuzida? Buni bu yo'g'iga bo'ladimi? Mana shunday askarning qo'mondoni qani hozir? Sulaymon alayhisalomning mulki haqida gapirganda boshqa podshohlar haqida gapirmasa ham bo'laveradi. Odamlar o'zlariga insonlarni bo'ysundirib olmayotgan paytda Alloh taolo Sulaymon alayhisalomga jinni ham, qushni ham, hayvonni, parrandani ham, darrandani ham bo'ysundirib qo'yapti. Hatta iza ataw ala wadi naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymon va junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaymon alayhisalomning mana shunday bir katta adatdagi qo'shini chumollarda yashaydigan vodiyga qarab keldi. Chumollar kichkina, zaif, jismonan bir boshqa jonivorlardagi quvvati yo'q, oyoq-toyda qolib ketishligi aniq. Chumollar yuradigan vodiyga kelgan paytda bir chumoli qavmini ogohlantirdi. Sulaymon alayhisalom eshitdi buni. Demak, hasharotni gapirgan so'zini eshitib tushunganligidan bilamizki, Sulaymon alayhisalom hasharotlarning ham tilini tushunib bilgan.
To ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli, "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib, yanchib ketmasinlar" degan edi. Nihoyatda bir ibratli nuqta. Ha, bo'pti, chimali aytibdi, kiringlar debdi, bo'ldi. Shumi? Yo'q. E'tibor beradigan narsa shuki, chimali kichkina haqir jonivor Sulaymon alayhisolamning qo'shini kelayotganida o'zini qavm uchun xatarni sezdi. Yugurib keldida g'amini qilyapti. Zamonamizda shunday bir odamlar borki, munkarni ko'rib turib o'tib ketaveradi. Shu chimalichalik qavmiga bo'lgan g'ayurligi, qavmiga bo'lgan rahmati, shafqati yo'q. O'lib ketmaydi, o'tib ketaveradi. Shunaqa zamonamizda qanaqa chimalilarga muhtojmiz. Bir munkarni ko'rgan paytda, "Voy, buni qilmanglar, yig'ishtiringlar" deydigan odam yo'q. Yana qarang, ibratli joy shundaki, chimali, "Ey, Sulaymon qo'shini bilan kelyapti, tepalab qo'ymasin" deb qochmayapti. Yo'l ham ko'rsatyapti, uylarga kirib ketinglar deyapti. Chumolini mana shu gapirgan ozgina mo'jiz gapida lug'aviy e'joz bor. Qisqagina so'z, lekin Qur'on lafzi bilan kelganligi uchun e'joz. Ya ayyuhan naml, ya nido, chaqiriq. Ayyuha tanbih, ogohlantirishlik, udkhulu buyruq, la yahtimannakum qaytariq. Sulaymon xos aytayapti va junuduhu umumiy aytayapti, la yashurun uzrni qoyim qilyapti. Qisqagina 6 ta yoki 7 ta kalimada lug'aviy e'jozni beryapti Alloh taolo. Sulaymon alayhisalom bu chumolini nidosini eshitdi. Sulaymon uning so'zidan kulib tabassum qildi va dedi: "Parvardigorim, sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina qilishga muvaffaq etgin." Nima deyapti? Menga bergan ne'matingni, ota-onamga bergan ne'matingni shukrini ado qilishlikka muvaffaq qilgin, o'zing rozi bo'ladigan ishlarni qilishlikka muvaffaq qilgin va meni o'z rahmating, fazl-u marhamating bilan solih bandalar qatoriga qo'shgin. Payg'ambar o'zi shunaqa bo'lib turib ham shukr qiladiganlardan qilgin, savobli amal qiladiganlardan qilgin va o'zingni marhamating bilan solih bandalarning qatoriga qo'shgin. Shuncha ne'matni olib turib, shukrini ham qilish kerakligini bilyapti-da, shukr qilishlikka o'zing yordam ber menga deydi. Birodarlar, agar Alloh tavfiq bermasa, bir marta alhamdulillah deya olmaymiz. Agar Alloh tavfiq bermasa, cho'ntagimizdan bir so'm chiqarib tasha olmaymiz. Alloh taolo bir inson bolasiga mulk berar ekan, mansab berar ekan, quvvat berar ekan, davlat berar ekan, qiyomat kunida so'rovom shunga yarasha bo'ladi. Sulaymon alayhisalom mana shunday mulk egasi bo'lishiga qaramasdan, mana shunday ilm, hikmat, quvvat, qo'shin egasi bo'lishiga qaramasdan 52 yoshida hech kim kutmagan holatda, hassasiga tayanib turgan holatda vafot qildi. Shuning uchun xalqlar ustida rahbar bo'lgan, xalqlarda hayotini, taqdirini hal qiladigan kishilar avvalambor Allohdan qo'rquvchi bo'lsin. Kama kuntum yualla alaykum deganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam, o'zingizlar qanday bo'lsalar, shunday rahbarlar bo'ladi degan. Biz inshaalloh solih bo'lsak, Allohdan qo'rquvchi bo'lsak, halol haromda farqiga boruvchi bo'lsak, bizni ustimizga ham Alloh taolo o'zimizga loyiq rahbarlar deb keladi. Sulaymon alayhisalom ana shu qo'shinlarning hammasini yig'ib turar ekan, xuddi qushi yo'qligini ko'rdi. Va tafaqqada toyir. Faqala mali la aral hudhud am kana min al-g'oibin. Bu rahbarlarga tegishli bo'lgan nuqtaki, shuncha katta adadi bor qo'shinini ko'rib turib, bitta qushni yo'qligini bilyapti. Rahbar odam, ra'iyat usti boshliq bo'lib turgan odam, ra'iyatdan xabardor bo'lib turishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga doimiy chiqib turgan sahobalar mana namozga chiqishamidi masjidga? Bir sahoba bir yoki ikki namozga kelmay qolsa, payg'ambarimiz shu narsani sezardilar-da, falonchiga nima bo'ldi? Masjidda ko'rinmay qoldi deyardi. U qushlarni ko'zdan kechirib, ularning orasida hudhudga ko'zi tushmagach, nega men hudhudni ko'rmayapman? Balki u mendan beizn g'oyib bo'lguvchilardandir. deb turib, albatta uni qattiq azob bilan azoblarman, yo so'yib yuborurman, yoki u menga o'z uzrini bayon qilib ochiq hujjat keltirur. Adolatni qarang, hikmatni qarang. Yo'qmi? Shart jazolamayapti. Kesin
yo'q bo'lganligini, sababini aytsin, uzri arzigidek bo'ladigan bo'lsa kechiraman, bo'lmasam azoblayman, bo'lmasam so'yib tashlayman. Biz bir xabarda eshitib turib, uni to'g'ri noto'g'riligini bilmasdan turib shart hukm chiqarib olishlikka shoshilib ketamiz. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iymon keltirganlar, bir fosiq sizlarga bir xabar olib kelsa, fatabayyanu, aniqlaylar. Aniqlaylar. Bilmasdan bir qavmga ozor berib qo'yib, qilgan ishinglarga pushaymon bo'lmasdan turib aniqlaylar. Ikki tomonning gapini eshitmasdan turib hukm chiqargan odam albatta adashgan bo'ladi. Sulaymon alayhisalom hikmat egasi bo'lgan. Kesin eshitaylik. Uzri bordir, sababi bordir. Famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Shu gapini aytdi, hech qancha vaqt o'tmasdan xud keldi. Sulaymon alayhisalomga qarab, "Men sen ogoh bo'lmagan narsadan ogoh bo'ldim va senga Saba shahridan aniq bir xabar keltirdim." Kech qolib kelgan qush o'sha zamondagi, balki butun qiyomatgacha yashaydigan zamonlardagi eng ulug' podshohning oldida turib, g'urur bilan, izzat nafsi bilan, "Men siz bilmagan bitta narsani bilaman" deb turibdi. Nimani bilib kelgan edi? Dar haqiqat men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi ekan. Unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib, katta taxti ham bordir. Bu Sulaymon alayhisalom zamonlarida taxminan bir miloddan avvalgi 10-asrlarda yashagan Yamandagi Saba mamlakatining podshohi Bilqis edi. Ular Allohni qo'yib quyoshga sig'inishardi. Men u va uning qavmi Allohni qo'yib quyoshga sajda ibodat qilayotganlarni ko'rdim. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli qilib ko'rsatib, haq yo'ldan to'sib qo'ygandir. Qushning tili bilan Alloh taolo aytayaptiki, quyoshga sig'inishliklarini shayton ularni ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatdi. Hamma qilyapti-yu. Menga shu yoqyapti masalan. Senga yoqqani to'g'ri degani emas. Hamma qilayotgani haq degani emas. Qarang, shayton insonga gunohda chiroyli qilib ko'rsatar ekan. Siz bilan bizga bir narsa chiroyli xunuk bo'lishligi o'lchov kerak. O'lchovimiz nima bizda? Alloh hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir, u ulug' arsh egasidir. Alloh subhanahu va taolo ra'iyatni o'ziga qarab, taqvosiga qarab, Allohdan qo'rqishiga qarab kun beradi. Alloh taolo agar siz bilan biz ustimizda adolat qilsa, siz bilan biz hech qaysimiz najotga yetmaymiz. Alloh taoloning fazli marhamati bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.